Kim u? Bunnini artalmaydigan bolalar sang'a yuribdi. Sayoq yursang tayoq yeysan degan. Payg'ambarimiz Shomdan keyin bolalar ko'chaga chiqarmanglar, chunki shaytonlarning yomonligi kechasi boshlanadi degan. Chunki jinoyat, yomon, xunuk ishlarda juda ko'pi kechasida bo'ladi. Qimorbozlar ham bilsalar kechasi to'planadi, 12 larda to'planib sahargacha o'ynaydi. Yani itdan battar fohishalarni ham ko'ringda, kunduz topa olmaysiz. Hamma sasi yotadi. Kechasi chiqadi ovga. Och qolgan itga o'xshab turadi. Ikkinchi och qolgan it keladi, olib ketadi. O'zi bugun olib borib nima qilgan, mana nima qilyapti? Kecha xuddi o'ziga o'xshagan bitta pasbuda o'sha ish tiqib tashlagan. Ko'ryapsizmi? Bularda na did bor, na bir farosat bor, na iymon borda bularda. Shundaylar bugun bulg'ab tashlayapti, hamma yo'q. Bu narsaga hammamiz jiddiy qaramasak, bu ketishida yaxshilikka bormaydi.